Assalomu alaykum. Patent olgandan keyin 2 oy ichida UDMLni topshirish kerak. Bu qonun 7-yanvar 2024-yilga kuchga kirgan. 2 yil o'tgan bo'lsa ham haligacha UDMLni topshirmay patentni annulировать bo'lib qolganlar bo'lyapti. Obunachilarimiz iltimosiga binoan Gosusluga'dan telefon orqali qanday UDMLni yuborish mumkinligini ko'rsatib beramiz. Birinchi navbatda Goslugaga kiramiz. Goslugangizni profili подтвержденный bo'lishi kerak, ya'ni tasdiqlangan. Poiskga kiramiz. Уведомление о трудовой деятельности deb yozamiz. Xo'p, bu yerda biz продолжить поискni bosamiz. Подать уведомленияni bosamiz. Начатni bosamiz. Biz organizatsiya bo'yicha yuboryapmiz, shuning uchun organizatsiyani bosamiz. Добровольный медицинский страхованияni bosamiz. Xo'p, dalshini bosamiz, vernani bosamiz. Pasport qaysi organ berganligini yozamiz. Qaysi davlat fuqarosi ekanligimizni yozamiz. Hop, bu yerda ishlayotgan kompaniyangizni ma'lumotini kiritasiz. INN, KPP, OGRN. Agar bu ma'lumotlar dogovoringizda bo'lishi kerak. Agar dogovorda qaysidir biri bo'lmasa, internetga o'sha INN yozsangiz, qolgan ma'lumotlarini chiqarib beradi. Demak, INN, KPP. Xo'p, bu yerda o'sha ish beruvchingizni telefon raqamini yozasiz. Bu buxgalter bo'ladimi yoki adnokadir bo'ladimi yoki yana qanaqadir boshlig'ingiz, o'shalarda birortasini nomerini kiritasiz. Bu yerda patent ma'lumotlari kiritiladi. Seriya patent, nomer. Xo'p, keyin seriya blanka bu patentning orqa tomonida yozilgan bo'ladi. O'sha seriyasi odatda PR bo'ladi. Undan keyin o'sha raqam bo'ladi, 7 talik. O'sha raqamni kiritasiz. Mana bu yerda не найдено deganiga qaramaysiz, продолжить bosasiz. Va трудовойingizni turini bosasiz. Трудовой, гражданский правовой. Demak, professiyani yozasiz va трудовой договор imzolangan sanani. Bu yerda esa faktiskiy adres работani yozasiz, ya'ni qaysi adresda ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha adresni yozasiz. Agar dom yo'q bo'lsa, dom yo'qni bosasiz. Agar kvartira yo'q bo'lsa, kvartira yo'qni bosasiz. Bu yerda трудовой договорingizni tanlaysiz. Трудовой договорni yaxshisi o'sha skan ilovalar orqali skan qilib telefoningizga oldindan saqlanib qilib qo'yishingiz kerak. Saqlab olasiz. Ana keyin o'sha yuborayotgan paytda o'sha doговорni tanlaysiz. Yaxshisi skan qilish kerak, o'sha telefondagi skan ilovalaridan foydalanib. Xo'p, bu yerda продолжить bosamiz. Bo'ldi, уведомление yuborildi. Endi mana bu yerdan o'sha statusini kuzatib borish mumkin. Boshida заявление получено ведомством yozadi, отправлено yozadi, xullas зарегистрировано yozadi va oxirida keyin usluga оказано bo'lib kelishi kerak. Usluga оказано bo'lib kelsa, demak, hammasi joyida. Agar usluga отказано deb kelsa, значит qabul qilishmagan. Agar o'zingiz yubora olmasangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Foydali ma'lumotlardan xabardor bo'lib turish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videomiz nima haqida bo'lishini xohlashingizni kommentariyada yozib qoldiring.